Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'rguvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Xitoy hukumati Sharq Turkistonda atalmish siyosiy muhitni saqlashtirish nomida Uyg'ur amaldorlariga davomli zarb bermoqda. Google Uyg'ur faoliyatchilari Washingtondagi tantarbiya sarayida Uyg'ur uchun ovoz chiqarmoqda. Dağlıq kompüter programı tahrirlgüç qorali Uyg'urlarga erkinlik nomli yangi nashr e'lon qildi. Yaponiyaning tarixiy qal'asiga o'tkatdi. Tövəndə edikdən xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda bolsun. Xitay xəvərlər toruning 28 oktyabr günüdəki xəbərdə atalmış Uyğur Avtonom Rayonluq Partikom və İntizam Tekşiriş Komiteti yaqında Şərq Türkistanның ormançılıq və çarvıçılıq sahəsiga qarata atalmış tüptün özgərtiş və siyasi muhitni saqlashtirish hərəkəti yürgüzüş haqqında qarar çıxargan. Xəbərdə aytilishicha, doiralarning bunda qaror chiqarishiga o'rmonchilik nazoratining oldingi 3 navbatlik rahbarlarining hammasining atalmish intizomga og'ir darajada xiloflik qilish voqeasining oshkoralanib bir taraf qilinishi bilan munosabatli bo'lib, o'rmonchilik nazoratining 3 navbatlik rahbarida ko'rilgan bu masala Avtonom Rayonluq Partikomning diqqatini qo'zg'ab, bu sohadagi siyosiy ekologiyani tuzashni zarur deb qaragan. 2017-yil Xitoy doiralarining atalmish Şinjan Uyg'ur Avtonom Rayonluq o'rmonchilik nazoratining naziri Nijot Mahmudning intizomga og'ir xiloflik qilganlik sababidan tekshirilayotganligini, 2008-yil pensiyaga chiqib bo'lgan sobiq noziri Mehmet Abdullohni 220chilik bilan ayblab tutqun qilganligini dalillagan. Tangritog to'rining xabar qilishicha, Xitoy doiralari yaqinda yana atalmish Uyg'ur Avtonom Rayonluq Meyiplar birlashmasi Partikom guruhisining a'zosi, birlashmaning muavin boshlig'i Muhammad Niyozni intizomga, qonunga og'ir xiloflik qilganlik gumoni bilan tekshirishga olganligi, navbatda Intizom Tekshirish Komiteti, Reviziya Komiteti tomonidan tekshirilayotganligini oshkorlagan. 30 oktyabr kuni kechqurun Washingtondagi Kapital 10 tantarbiya sarayida Washington Wizard komandasi bilan Houston Rocket komandasi basketbol musobaqasi o'tkazilgan bo'lib, Amerikadagi Uyg'ur yoshlardan tashkillangan bir guruh kishilar Xitoyga qarshi Google Uyg'ur norozilik faoliyatini o'tkazdi. Google Uyg'ur degan nomda tashkillangan Uyg'ur yoshlari musobaqa boshlanishdan avval tantarbiya sarayining oldida Uyg'urlarga erkinlik, Hong Kongga erkinlik, Tibetga erkinlik degandek xatlar yozilgan taxtaylarni ko'tarib shu ortog'lagan. Tomoshabinlarning hammasi ularning norozilik faoliyatini ko'rgan. Musobaqa oraliqidagi qisqa dam olish mezgilida hammasi birdek qarmay kelgan Uyg'ur yoshlari tantarbiya sarayining eng egis supasida qator tizilib, maykallardagi latin harflar bilan Google Uyg'ur degan ikki so'zni hosil qilgan. Maydondagi necha minglagan tomoshabinlar bu ko'rinishni ko'rgan va ularning shuar sadolariga jo'r bo'lgan. Google Uyg'ur faoliyatchilarining bu norozilik harakati ijtimoiy taratqularda ko'p tarqalib, necha 10 minglagan kishilar tomonidan ko'rilgan. Yigirma 29 oktyabr zo'r olqishga erishgan programma kodi tahrirlaguvchi yumshoq detali Notepad yangi e'lon qilgan nashrga Uyg'urlarga erkinlik deb nom qo'ygan va Sharq Turkistonning bayrog'ini ishlatgan. Notepadning qo'rg'uvchisi Donxu yangi nashrni tushuntirib, Xitoy hukumatining millionlagan Uyg'urlarni terrorchi degan nomda lagerlarga solayotganligini aytib, Uyg'urlarga yordamda bo'lishga chaqirgan. U bu chaqiriqda yana Uyg'ur kishilik huquq projektining doklad va ulanishlarni ishlatgan. Notepadning programma tekst tahrirlash quroli dunyo miqyosida necha 10 million qatim tushirilgan. Programmalarning ishlatish nisbati 35,6% ketgan. Yengil, oddiy, haqsiz, kengaytish qulay bo'lganligi uchun eng moda, eng suyumli tahrirlash quroli deb ta'riflangan. Bu yangi nashr e'lon qilinib, necha soat o'tmayla Xitoy tomonidan hujumga uchirgan. Mazkur yumtalning program hamkorlik supasi GitHub'dagi sahifasini Xitoylarning norozilik inkaslari qoplab ketgan. Notepadning organ tor betimi hujumga uchrab, bir necha soatgacha uzilib qolgan. Notepad qo'rg'uvchisi Donning Germaniya ovoziga bildirishicha, ko'pincha hujumchilar saxta hisob nomeri ishlatgan bo'lib, intayin oz qismlar haqiqiy hisob nomeri ishlatgan. Don bu qilmishlarning ularga ziyon yetkazmaydiganligi, aksiya Xitoyning obraziga ziyonli ekanligi, o'zining bu yangi nashrni e'lon qilganligi uchun o'kinmaydiganligini bildirgan. Birleşme Agentligining xabar qilishicha, Birleşken Davlatlar Tashkiloti Ma'arif, ilm, fan va madaniyat tashkilotining dunyo meros tizimligidan o'rin olgan Yaponiyaning Okinawa rayonidagi tarixiy Shuri qal'asiga 31 oktyabr kuni o't ketib, qal'aga tava 7 binoning butunlay kuyib ketganligi, taxminan 4800 kvadrat metr keladiganligi uqtirildi. O't o'chirish atratlari o't opatida qal'aning Saydan deyilgan ana binosidan boshqa yana Okudan deyilgan shimoliy taraf binosi hamda Nandan deyilgan janubiy taraf binosining butunlay kuyib kulga aylanganligini bildirdi. Aloqador mas'ullar o't opatida odam o'lish yoki yarador bo'lish hodisi ko'rilgan va yoki ko'rilmaganligi haqida hech qanday ma'lumot bermagan. Biroq qal'a atrofida o'tirishliq 30 dan ortiq aholining vaqtlik boshqa joyga o'tkazib ketilganligini bildirgan. O't ketish voqeasi qal'aning ana binosida boshlanganligi taxmin qilingan bo'lsa-mu, biroq o't ketish sababi tekshirilmoqda. Yaponiya kabineti bosh kotibi Yoshihide Suga muxbirlarga bergan bayonotida Shuri qal'asining Okinawaga nisbatan intayin muhim simvol ekanligini eskartib, hukumatning qal'ani qaytadan yasab chiqish uchun har qanday tirishchilik ko'rsatadiganligini bildirdi. Ryukyo podshohlik davrida taxminan 500 yil ilgari yasalgan Shuri qal'asi 2-dunyo urushi mezgilida og'ir ziyonga uchrab, qayta remont qilingan va 1992-yili davlat bog'ichi sifatida xalqning ziyoratiga ochib etilgan. 2000-yili Birleşken Davlatlar Tashkiloti Ma'arif, ilm, fan va madaniyat tashkilotining dunyo meros tizimiga kirgizilgan ekan.
Xəbərlərimizi kögününlərə rəhmət. Görüşkici aman bulunlar. Xeyri xoş. Allahqa emanet.